Diqqat janoza. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatri rahbari Azim Mullaxonov og'ir judolikka duch keldi. Xonandaning o'g'li Islombek Mullaxonov vafot etdi. Bu haqida Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatri jamoasi ma'lum qildi. Azim Mullaxonov avvalroq bergan intervyusida farzandlari Azizaxon, Feruzbek va Islombek san'at ixlosmand ekanini, ammo ularning hech biri ijod yo'lini tanlamaganini aytgan edi. Ularning barchasi boshqa sohalarda mehnat faoliyatini olib borgan. Azizaxon, Feruzbek, Islombek ismli o'g'illarim bor. Ular ijodga qiziqishni bildirishgan, ammo qiynalishlarni istamaganim uchun boshqa kasb tanlanglar deganman. Ular kasb tanlaydigan paytlarda san'atkorlar uchun juda murakkab davr edi. Ko'pchilik artistlarning daromadi yuqori deb o'ylaydi. Shuning uchun bozorga borsangiz arzon narsani 2 baravar narxda aytishadi. Hamma san'atkor ham katta to'ylardan katta mablag' olmaydi. Televizorda ko'rinib yurganlar orasida ham oddiy teatr maoshiga ishlaydiganlar ko'p. Shu sabab farzandlarimning san'at sohasiga kirishni istaganman degan edi xonanda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.